Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz tomoshabinlari va bizani kuzatuvchilarimiz. Bugungi podkastimiz soni Ziyofat restorani egalari Alisher aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xullas bo'lmasam, nima deydi, o'zingiz haqingizda o'sha biznes olamida necha yildan beri faoliyat ko'rsatasiz va bu biznesga qanaqa qilib kelib qoldingiz? Men bilaman, bu biznes bilan ko'p bo'lmadi, boshlaganingizda 1-3 oy bo'ldi. Shunaqa. Avvalambor assalomu alaykum. Hamma bizlarni ko'rib turgan muxlislarimizga. Men o'zimni tanishtirsam, familiyam Klichev, ismim Alisher Talibovich. Shu 87-yilda tug'ilganman. G'ijduvon shahrida. Tadbirkorlik bilan shu yoshligimizdan shug'ullanib kelganmiz. Savdo sohasida ishlaganmiz. Birinchi ishlarimiz o'zimizdan milliy mahsulotlarimiz trikotaj yo'nalish bo'yicha tikuvchilik sexlari, shunaqa bizneslar bilan shug'ullanganmiz. Bolalar kiyimlarini chiqarish bo'yicha tajribalarimiz bor. 15 yillik tajribamiz bor unda ham. O'zimizning brendlarimiz bor trikotaj bo'yicha. Nima brendlar o'sha? Bizning trikotaj brendimiz nomi Ali Kids deb nomlangan. Ali Kids shunaqa asos solingan. Kompaniyaga ham 15 yil bo'ldi. Hozirda ham ish faoliyatini davom ettirib turibdi ular. Toshkentda shu Abu Sahiy savdo markazida o'zimizning do'konlarimiz bor. Shu do'konlarda o'zimizning mahsulotlar sotiladi. Eksport ham qilamiz Moskva, Qozog'iston, shunaqa davlatlarga ham, chetga ham mahsulotlarimiz sotiladi. Bu sohaga kelishimni sababini nima qilsak, men o'zim ko'proq shu restoranlarga borishni, yaxshi atmosferali joylarni ko'rishni o'zimga naqa hobbidek bo'lib qolgan. O'zim ham shunaqa yo'nalishda bir yangilik qilmoqchi bo'ldim. Mana shu Ziyofat brendiga asos soldik shunda. Demak, aynan eng asosiy sababi shu o'zingizga shu restoranlarda yurish yoqqanligi va nimaga aynan shunaqa kuxnya, bu shu yo'nalish. Men bilaman, bu yerda asosan turk yo'nalishi, to'g'rimi? Kuxnya. Ko'proq nimaga imенно turецкая kuxnya, nimaga o'zimizning milliy emas? Endi ko'proq to'g'risi Turkiya ovqatlari ham o'zimizga ham yaqinroq, o'zimizni o'zbek oshxonamizga ham. Kaloriyasi ham pastroq. Kaloriyasi pastroq. Ko'proq to'g'risi o'zimga ko'proq anaqa yoqqani uchun ham, keyin menimcha ko'p odamga bu narsa ma'qul bo'ladi. Chunki turk oshxonasi zo'r, masalan, sifati jihatidan, tabiiyligi, ko'proq yaxshi mahsulotlar ishlatilishi bo'yicha ajralib turadi turk naqlari. Keyin ko'proq biz ham baribir go'sht sevar, go'shtni yaxshi ko'ramiz. U yoqda ko'proq asosida ovqatlar asosida go'sht ko'proq ishlatiladi Turkiya ovqatlarida. Mana steak yo'nalishlari, boshqacha yo'nalishlari ham ko'p, tarmoqlari ko'p. Shunga o'sha naqa yoqqan oshxona, o'sha atmosfera yoqadi turetskiy. Menimcha ko'p odamlarga ham ma'qul keladi Turkiya oshxonasi. Demak, aytganingizdek, boshqa biznes yo'nalishlari bilan shug'ullangansiz bundan oldin. Bu yo'nalishni tanlashingizdan endi baribir asosiy sabab, как говорится, для души, да, shu o'zingizga yoqqanligi uchun biznes. Bu joy qachondan beri o'z faoliyatini boshlagan va nimaga aynan shu lokatsiyani tanlagansiz? Biz ish faoliyatimizni 3-martdan boshladik. Shu ro'za Ramazon oyiga to'g'ri keldik. O'sha payt ishimiz boshlandi, ish faoliyatimizni boshladik. Mana уже 3-oyimiz boshlanib qoldi. 3-oy boshlangan bo'lsa ham, xalqqa xizmat qilib turibmiz. O'zimizga yarasha muxlislarimiz, o'zimizga anaqa yaqin nima deydi? Klientskiy baza. Klientskiy baza. Shunaqa klientskiy bazalarimiz borligi. Shu tanish bilishlar avvalambor kelib, bu yerni ko'tarishga yordamlashganda endi sizni taniganlari uchun bu yerga asosan birinchi o'sha nima deydi, birinchi stadiyada napliv o'sha sizni taniganliklari sababli kelishgan. To'g'ri. Restoranni biznes mana misol uchun boshladingiz, mana ochdingiz. Birinchi bo'lib, menimcha ko'pchilikka qiziqarli bo'ladigan bu masala
nima qiyinchiliklarga yuz keldingiz? Shu imенно сразу boshidan bo'ladi-yu, ожидание реальность. Hozir bizga endi qiyinchilik deb aytib bo'lmaydi. Ish davomida to'g'rilanadigan narsalarga duch keldik. Chunki biza klientning xohishini, talabini bilmas edik. Mana biza to'g'risi ko'proq ish faoliyatimiz Toshkentda yuritganimiz sababli bu yoqda ozgina o'ziga yarasha o'zgarishlar bor ekan. Odamlarda, masalan, vaqtda, hamma narsada o'zgarish bor. O'shalarni to'g'rilab, hozir bu yoqni Buxoroni nimasiga adaptatsiya qilyapmiz. Hozir oshxonamizni ham xuddi shunga to'g'rilab, hamma narsani shunga to'g'rilab, klientni nimasiga, talabiga qarab, klient talablarini o'rganyapmiz, nimalar xohlaydi ular bizdan. Bizda hozir ko'proq tanishish jarayoni ketyapti. Chunki hali muhlatimiz kam, vaqtimiz kamroq bo'ldi. Ko'proq hozir biz klientlar bilan tanishishga harakat qilamiz. Masalan, Buxoroda именно qanaqa ovqatlar ko'proq talab bo'lyapti o'sha turk oshxonasidagi qaysi mahsulotlarga, qaysi masalan taomlarimiz yo'qolibdi. Shunaqa statistikalarni o'rganib, hali o'zimiz qiyinchilik demaymiz, adaptatsiyadan o'tyapmiz hozircha, moslashyapmiz bu yo'ni nimasiga. Bor, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor ekan, chunki men sohamni yangilaganim hisobiga boshqa sohadan boshqa kelganga ozgina qiyinchiliklari bor. Baribir servisda bo'ladi, oshxonada. Lekin bularni harakat qilyapmiz shu nimadan chiqishga. Hozir asosiy fokusingiz demak shu biznesda. Shunaqa, hozir shunga qaratilgan. U biznesimiz avtomatlashtirilgan. U biznesimiz biza ishtirok etmasak ham o'zi ishlaydi ular. U yoqda hammasi yo'lga qo'yilgan. U yoqda muammo yo'q. Hamma fokusimiz shu biznesga qaratilgan. Shu biznesni oyoqqa turg'izish, shu komanda bilan ishlash, ko'proq harakat shu xalqimizga, shu Buxoro xalqiga yaxshi xizmat qilish. Boshqalarda yo'q, masalan, nimalar, servislar harakat qilyapmiz. Shu kelgan odamlar uchun ancha qulayliklar qilib, qulayliklar yaratishga ko'proq klientlarimizga ma'qul bo'lsa, biz xursand bo'lamiz shunaqa narsadan. Hozir bor e'tiborimiz shu klient bazasiga qaratilgan. Kelgan odam ham bizga qaytib kelishsa xursand bo'lamiz. Shu narsalarga e'tibor berilyapti. Hozir ko'proq shu narsalarga ko'proq e'tiborimiz ham, hamma harakatimiz ham shunga qaratilgan. Demak, bu gapingizdan shunaqa bir menga tuyulyaptiki, что nafaqat Toshkentda bunaqa chiroyli, bunaqa bir komfortniy условиялардagi restoranlar emas, va bizada ham endi bor. Bizada ham bo'lsin, shu bizani xalq, bizani klientlar maza qilsin. Taomlaringiz haqida gapirib bersangiz, sizni restoraningizda bir nima deydi, vizitna kartochka, то есть o'sha qaysi ovqatingiz asosiy hisoblanadi? Men o'zim o'ylashimcha, endi buni keladigan o'zimizni naqalarimiz ko'proq yaxshiroq biladi mendan. Endi meni o'zimni fikrim, shaxsiy fikrim, menga ko'proq tandirda pishirilgan o'zimizni pidelar yoqadi. Ko'proq endi tavsiya ham ko'proq beramiz. Что bizda shunaqa turk uslubida qurilgan tandirimiz bor. U yoqda o'sha me'yorda hamma narsa o'sha tandirdan chiqadi. Mahsulotlarni ham yaxshisini ishlatamiz. Shu nima o'zimiz yesak, masalan, muxlislarimizga ham, klientlarimizga ham shuni tavsiya beramiz. Keyin ikkinchi anaqada bizda bonfile go'shtidan sariyog'da shef povurimiz, endi Buxoro tilida jiz deyiladi, lekin biz uni jiz demaymiz. Bonfile sariyog'li deb aytiladi. Shunaqa shu fishkamiz menimcha shular. Hozir hamma mahsulotimiz o'ziga, muxlisiga qarab, talabiga qarab, sifatiga harakat qilamiz, yaxshi qilib berishga. Uni ko'proq e'tiborimiz shunga qaratilganda, o'sha sifatli mahsulot berishga. Endi bu narsani to'g'risi mendan ham ko'ra kelib o'tirib, yeb, ko'rib ketgan odamlar xulosa chiqarsa yaxshiroq bo'ladimi demoqchiman. Eshitgandan ko'ra. Eshitgandan ko'ra bir marta kelib, masalan, o'zlarining takliflarini berib, mana kamchiliklarimiz bo'ladi, chunki biz hali moslashyapmiz. Kamchiliklarimiz ham bor. Uni hech qachon inkor qilmaymiz. O'sha narsalarga o'rganib, harakat qilib, to'g'rilashga keyingi kelgan paytlarga, masalan, klientlarimiz o'sha mahsulotlarni o'sha aytilgan talab, takliflar bilan
to'g'ri chiqarishga harakat qilamiz u narsalarni. Endi mana shu bilamiz turk taomlarida turk ko'pincha masalliqlari juda ham katta rol o'ynaydi. Shu masalliqlarni ta'minoti bo'yicha qanaqadir muammolar yokida hamma narsasini уже sistemalab qo'yganmisiz, hamma narsasini shu yerda Buxorodan olasizmi? Mana shu ikir-chikirlari birozgina. Buxorodan ham mahsulotlar olamiz. Bu yerda ham qanaqa go'sht yetkazib beruvchilarimiz bor. Ulardan mahsulotni, go'shtni hozir Buxorodan olamiz, chunki eng shirin go'sht o'zi Buxoroda bo'ladi. Bor kamchilik nimadirlar, Turkiya bizda baza bor Toshkentda, o'sha Turkiyaning mahsulotlari ko'p. Bu yerda mana choylari, olivkalar, shunaqa narsa yog'lari bor, o'zi Turkiyaning ishlatiladigan dorivor mahsulotlari bor. Ularni Toshkentdan olib kelamiz. U mahsulotlarni Toshkentdan olib kelamiz. Chunki menimcha hali Buxoroda unga talab yo'q. Yaqin orada menimcha ochiladi. Hozircha o'sha Toshkentdagi поставщик bilan ishlab turibmiz. Именно turk oshxonasi bo'yicha ular har xil mahsulotlarni yetkazib beradi. Sifatiga javob beradi ular. Mahsulotlari ham sinalgan mahsulotlar, taniqli brendlardan olamiz mahsulotlarni. Go'shtlarni ham shu mahalliylashtirdik. Yo'lda anaqa ozgina buzilib qolishi hammasi hisobga olingan. Klientlarimizga shu o'zimiz shu Buxoro xalqiga yaxshi mahsulotlarni yetkazish, shunga harakat qilyapmiz. Ikkita tomondan mahsulot yig'ilyapti-da. Keyin yana ikkita qiziqarli faktor men kecha bilgandim, eshitgandim. Restoraningiz haqida, что bu yerda qaysidir sir o'sha pishloqni turi bor ekan. Qachonki qaysiki siz qayerdandir o'sha привозной ekan, boshqalarda yo'q ekan o'sha narsa. Plus qaysidir salatlaringiz. O'sha mahsulotlar haqida bir gapirib bering. Eksklyuziv qani, nima deydi, boshqalarda yo'q, yagona faqat shu yerda bor. Biz endi ko'proq sir mahsulotlarni ham Toshkentdan olib kelyapmiz. Qanchadan olasiz o'sha noyob sirlarni? O'shani deydi pishloqlarni. Pishloqlar ko'proq biz Belorussiya, keyin Italiya mahsulotlarini ishlatamiz ko'proq. Ular har xil o'ziga nimasiga qarab foizlari bor, uni yog'lik darajasi, boshqa nimalari, o'shalarga qarab narxlari ham o'ziga yarasha har xil partiyada biz hozir to'g'risi ko'proq adaptatsiyaga kirganimiz uchun bir xil mahsulotlarimiz yoqmayapti klientlarimizga. Ular sirlarimiz, pishloqlarimizni hammasini o'zgartirib, biz hozir eksperiment naqasiga ishlayapmiz hozir ko'proq. Taklif qanaqa beradi klientlarimizga har xil variantlar qilib beryapmiz boshida. Lekin Buxoroda yog'lardan ko'p sirlarimizni, o'sha pishloqlarimizni. Firmasini nomi bir. Yoki u sirmi? Sirimizni brendi sir. Ozgina sir bo'lib qolgani ham yaxshi hozir, chunki Buxoroda bizga endi konkurent deyolmaymiz, ustozlarimiz ko'p, hali o'rganadigan narsamiz ko'p. Nasib bo'lsa bu narsalarni keyingi anaqalarda bemalol ochib, men уже bir anaqaga kelib, tayyorlanib, nasib bo'lsa u narsalarni ham ochib, kerak bo'lsa tayyorlanish jarayonlarini ham ko'rsatib berib bilamiz. Salat haqidachi? Именно bilamiz bu restoranda salatga katta urg'u beriladi. Salat sevar muxlislarimiz uchun. Shu salat haqida bir nima deydi, o'sha eng zo'r salat bir ikkitami, uchta o'sha eng zo'r salatlaringiz haqida bir gapirib bersangiz. Bizda endi salat tayyorlanishi salat tayyorlaydigan odamimiz ko'proq Toshkentda malakalarni oshirganlar, katta restoranlarda ishlaganlar. Ko'proq urg'u beradigan narsalari shu biza tabiiy, toza mahsulotlarga qaratamiz. Mana rukula ishlatamiz. Keyin ko'proq iceberg, mana bu nima? Iceberg salatmi? Yo'q, iceberg salat emas. Просто tarkibida ishlatiladigan karomni bir turi u ham. Shunaqa karom bir turi. U qanaqa lyoqqa unaqa yengil anaqa beradi. Haqqoli ko'proq biz issiq havoda shu yaxshi eshitilar ekanda. Shunaqa ketadi. Shunaqa iceberg deb nomlanadi mahalliy tilda. Ko'proq biz tabiiy mahsulotlarga harakat qilamiz, aniq odamlardan harakat qilamiz. Ko'proq shu salatlarimizni ko'p unaqa klientlarimiz ham maqtashadi, yoqadi klientlarga ham. Ko'psi menimcha uylashim bo'yicha Buxoroda yangilik. Salatlarimizdan ko'proq bizda hozir o'zimizni ziyafat degan salatimiz yaxshi.
sotilishi bo'yicha ham, so'ralishi bo'yicha ham U yaxshi. nima u в основном ingredientlari? Unda anaqa shu iceberg ishlatiladi, rukula, anaqa bonfile go'shtdan pishirib yoniga qo'yiladi. PPshni ekan. Sirlari bor keyin. Tvorojniy sirlar qo'yiladi. O'sha klientlarimizga ham yaxshi yoqib turibdi shu narsa. Keyin trend salatimiz bor, u ham xuddi shunaqa go'sht qo'shilib tayyorlanadi. Nomi trend. Trend nomi. Hamma salatlar go'shtli ekanda o'zi. Ko'proq go'shtlik, Chista salatni o'zini ham yeb ketsa bo'lar ekan bu yerda. Qorin to'yar. Porsiyalarimiz ham kattaroq. Porsiyalarimiz ham normallik, chunki 350 gram, 450 gram shunaqa o'rtacha 350 gramdan boshlanadi salatlar. Bu bizani qiz va ayollarimiz uchun ayni muddao ekanda. Nonsiz o'sha nima deydi, barglar bilan har xil rukula tam tuda. To'g'ri. Mana misol uchun asosiy biznesingiz avtomatlashtirilgan, aytganingizdek, qanaqadir yangi biznes qiladigan bo'lsangiz, restorandan tashqari biznesni qilardingiz. Endi biza to'g'risi bu brend bilan kirib kelishimiz Buxoro shahriga. Biza o'zimiz keyingi anaqa nasib bo'lsa bosqichimiz biza fast food tarmoqlariga ham qo'shilmoqchi biza brend qilib, o'zimizni brendimiz bilan kirmoqchi biza fast food, shirinlik mana ziyofat shirinliklari bilan kirmoqchi biza Buxoro shahrida. Shu narsalarni o'rganib, nasib bo'lsa keyingi harakatlarimiz shu sohalarga qaratiladi. Bu brend bilan shu brendni nomini taratmoqchi biza shunaqa sohalar bo'yicha, shu sohalar bo'yicha ham ishlamoqchi biza hozircha. Shunaqa yangiliklarimiz bor, shularni buni ustiga hozircha mutaxassislarimiz ishlayapti. Buni o'rganib chiqamiz, hozir qanaqa bo'ladi, qancha bo'ladi, nima yangiliklar olib kirsak bo'ladi, Buxoroda nima yo'q, masalan. Shunaqa ko'proq marketing o'rganilyapti. Bu yerda qanaqa yangiliklar qilsa bo'ladi. Hozir bizda shu ikkita tarmoqqa o'zimizni ziyofat brendidan qiziqish bor. Shuni harakatda biza. Keyingi yo'nalishlarimiz shu sohalarda bo'ladi. Va yana ko'pchilik menimcha biznesmenlarga qiziqarli bo'lishi mumkin. Ishchi tanlashda nimalarga e'tibor qilasiz? Ish tajribasiga qarayman. Ish tajribasiga ko'proq qarayman. Keyin shu mijozlar bilan ko'proq menga boshqa narsalari bo'lsa, tartib yaxshi ko'raman o'zim. Ish vaqti, soati, hammasi tartibli bo'lsa, shu narsalari shularga qarab ishchini tanlayman. Uni sinov muddati bilan olamiz ishchilarni. Ko'ramiz, ishlari nimasi yo'qsa, bir to'g'rilab ko'ramiz. Mana bu joylarda xato bo'ldi. Mana shularni to'g'rilashimiz kerak. U odam bilan ishlaymiz biz. Yana ham harakat qilamiz. O'rgatamiz biz. O'zimiz o'rgatib, o'zimiz tushuntirib, uni harakat qilamiz, shu komandada olib qolish, masalan, yaxshi odam bo'lsa, bir xil odamlar ozgina gap bilan yaxshi tushunadi, bir xil odamga ozgina tushuntirish qiyinroq bo'ladi ishni. Shu uchun biz shunaqa qilib tanlab olamiz ishchini. Ozgina sinov muddati bilan olinadi bizda ishchi. Biz 10 kunlik sinov muddati bilan olamiz. U sinov muddati tugaguncha u bizga yo ishlashga qoladi, yo unaqa qilib gaplashib, tushuntirib vaziyatni qabul qilamiz ishga. Bu sinov muddatini оплачиваемыйmi? Shunaqa pul to'lanadi. Pul to'lanadi. Ko'pchilik joyda bilishim bo'yicha bir bepul ishlatishadi, keyin bo'lmading deb. Yo'q, unaqa emas. Kelib ketishi bor, baribir unaqasi bor. Biz sinov muddatiga masalan kamroq kelishiladi summa. Unga qarab, keladigan odamga qarab, masalan, ofitsiantlarimiz oladigan 100% dan ololmaydi, chunki ular hali bizning ish tajribamiz, ishxonamiz haqida ma'lumotga ega bo'lmaydi. Qanaqa tartibda ishlaymiz, nimalarni xohlaymiz, u bizani anaqamizni tushunmaydi. Ozgina o'zimizga ko'nikma hosil qilgandan keyin biz ham unga уже anaqamiz to'g'ri kelsa, uni olib qolishga harakat qilamiz. Обучение qilib, o'zimiz o'rgatib, o'qitib, mana menyularni o'rgatib, ishlaydigan menejerlarimiz bor, ishchilar bilan ishlab, ularni harakat qiladi, komandaga qo'yishga harakat qilamiz. Insof yuzasidan ekanda baribir ham. Shunaqa aka, shunaqa. Xo'p, necha yoshingizda biznes qilishni boshlagansiz? 18 yoshimdan, menimcha 18 yoshimdan boshlaganman. Shu savdo sistemasida. Dadamlar ishlaganlar shu sohada, savdo bo'yicha. Undan oldin qaysidir nimadir ishda ishlab ko'rganmisiz? O'qiganman. Men farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Farmatsevtika bo'yicha. Farmatsevtika yo'nalishi bilan keyinchalik bormadingiz. Faqatgina o'qidingiz. Ha, shunaqa. Shu yo'nalishga bormadik. Bu yerda shu biznes bilan
shug'ullanib savdo sotiq kiyim kechak bilan shug'ullanganmiz. Bolalar kiyim kechagi Bozorda. bozorda o'shandan hamma anaqa malaka oshirish bozorda bo'lgan ko'proq. Shu narsalarni kamchiliklarni ko'proq muomala madaniyati, boshqa narsalar o'sha yoqdan bozordan ko'p narsa o'rganganman. Hayotiy tajribamda ham shu narsalar ko'p kerak bo'libdi. Hali-haligacha ham o'sha narsalarni qo'llab kelaman. Odamlar bilan gaplashishda, muomala qilishda, odamlar psixologiyasini bilishda, har xil odam bilan qanaqa gaplashishni o'sha ko'proq bozordan o'rganganman. Yillik tajribalar ko'proq odam ishlatganman. Sexlarimda ham qizlar bilan ko'proq naqd qilib ishchilar bilan 100 dan 150 gacha odam ishlatganman-da qo'limda. O'zimni shveyni seximda, oldingi biznesimda. Qaysi o'sha nima deydi, bozorda ishlab yurgan paytingiz, o'sha necha yildan keyin yoki o'sha oradan qancha vaqt o'tib, kimni qarori bu? Qanaqadir masshtab berini bilaman. Menimcha sizda hozir fabrika bor, to'g'rimi? O'sha fabrika uroveniga o'tish qaysi moment bo'ldi va nima sabab bo'ldi bu narsaga? Endi biz to'g'risi o'zimizni maqtamaymiz, baribir klientlarimiz, o'sha mijozlarimiz bor, ular baho berishadi. Shu biz brend, men yoshligimdan yaxshi ko'rardim, shu brend bu 100 odamning yuzi, shu bu narsani shunday olib borish kerakki, mijozlarimga ham shu narsani sotaman, sifatli. Biz ham u yoqda katta tekstil fabrikalar bilan ishlaymiz. Mahsulotlarimizni ipdan boshlab to tayyor mahsulotgacha o'zim uni boshqaraman hammasini. Fabrikalarga ham zakazni o'zim beraman. Tekstil sohasida o'qimagan bo'lsam ham malakam ko'proq. Iplar bo'yicha mana hamma narsani o'zim zakaz beraman fabrikalar bilan. Bu yoqda o'sha matoni olamiz. Keyin bu yoqda shveyni naqada hamma narsa avtomatlashtirilgan. Bu yoqda o'sha sistema ishlaydi. Mahsulot kirib kelishi, material kirib kelishi, qancha mahsulot chiqdi, qayerga ketdi, qancha foiz brak bo'ldi, necha foizi nidasi yetmadi, hammasi отчет yuritiladi bu yoqda. Ular keyin shu ko'proq sifatga e'tibor beramiz. Biz eng zamonaviy mashinkalar bilan jihozlanganmiz, sexlarimiz ham. O'sha zamonaviy mashinkalar, ish tajribasi ko'p, tajribali tikuvchilar, ko'proq bichuvchi, shu konstruktor, hammasi o'zi tajribasi yetarli, 15 yil, 20 yil bunaqa staji bor odamlar bilan ishlayman. Modellashtirishga o'zim modellashtiraman, modellashtirish bo'yicha. Tak, mana shunaqa bir chiroyli, zo'r restoran ochish uchun примерно qancha mablag' kerak? Endi mablag' to'g'ri yo'naltirilgan mablag' nima deydi? Uni menimcha oxiri yo'q. Hali bu restoranga bizni bunaqa niyatimiz katta. Bundan-da ko'proq yana pullar bu yoqqa ko'proq. O'zi hozir ko'p pul ketganmi bu restoranga? Ko'proq ketgan. Prosta ko'p, Prosta ko'proq ketgan, shunaqa prosta ko'proq ketgan. Yana ham to'g'risi kamchiliklarimiz bor. Buni ko'rib turibmiz. Yana ham ish jarayonida, yana nasib bo'lsa. Endi men nimaga bu narsani so'rayapman? Men bo'ldi kimdir o'sha zo'r restoran ochaman deb yurgan bo'lsa agar, что bilsin-da, misol uchun agar 50 ming, 100 mingga bo'lsa, misol uchun balkim kerak emasdir bu narsaga qo'l urish. Yoki nima tavsiya berasiz? Mana 100 mingga bor odamni. Ochsinmi yo'qmi zo'r restoran? Prям restoran premium. Men birinchi o'rinda o'zimning fikrim bu. Hayot tajribasidan kelib chiqib aytaman. Nima biznes qilishdan qat'iy nazar, hozir zamon talabi birinchi polni marketing bilan gaplashish kerak. Polni marketing, polni strategiyalar, hamma narsa bo'lish kerak. Qo'lingizda tayyor faktlar bo'ladi. Masalan, qancha mahsulot sotiladi, qancha hozir bizda marketing sohalari yaxshi rivojlanib kelyapti. Men keyingi bizneslarimni masalan hozir biz ham eski tizimda ishlab kelyapmiz. Keyingi safar masalan o'zim yana ham masalan shirinlik yo'nalish ma'muriyim, polni shu narsalarni ham birinchi marketing bilan ko'proq ishlab, u polni mahsulot haqida, bunaqa nima deydi, joy haqida, qancha foydalar haqida birinchi o'zimga reja qilib olish niyatim. Keyin shunga ko'zim yetsa, masalan 50 mingmi, 100 mingmi, hozir $10,000 ham yaxshi pulda endi. Har xil biznes turi bor.
Shunga qarab keyin o'zimni kuchim yetsa, o'sha aqlim yetsa, shu biznes bilan shug'ullanganim yaxshi edi. Men ko'proq tavsiya shuni beraman. Birinchi o'rinda marketing bo'yicha ishlash kerak, marketolog bilan ishlab, shu mana planlarni berib, u odam bilan gaplashib, shuni qanaqa bo'ladi, shu rejani tuzib birinchi pog'ona shundan boshlangani yaxshi. Menga bitta narsa shu yerda qiziq bo'lib qoldi-da. Sizga biron yaqinlaringizmi, sizni ko'p yildan beri taniydigan odamlarmi birontasi tavsiya bermaganmi shu nima deydi, siyosatga aralashishga? Yo'q. Chunki javob berishingiz bir nima deydi, Rossiya prezidenti Putinni eslatib berdi-da. Как бы javob berdingiz, lekin javob yo'q u yerda-da savolimga. Yo'q, endi to'g'risi men o'zimni anaqamni aytdim, fikrimni. Chunki men ham ko'p xato qildim. Mana ish davomida, ish jarayonidan kelib chiqib aytayapman. O'zimni planim bilan ketdim, lekin u plan baribir xatoligi ko'p. Hozir chunki zamon rivojlandi. Mana hamma narsa ilm-fan rivojlanib kelyapti-da. Shunga o'zini sohasi egasiga ishni topshirib, men to'g'risi bitta narsam bor, soyada qolishni yaxshi ko'raman. O'zimda shunaqa narsa bor, soyada qol degan narsa yaxshi. Shu terminni ko'proq ishlataman. Mutaxassis bilan ishlagan menga ko'proq ma'qulroq. Adashish foizi kamroq bo'ladi unda. O'zingizni mana bu yo'qotishlaringizni hisoblab chiqsangiz, u mutaxassis bilan ishlaganingiz sizga ancha arzonga ham tushadi. Ketgan vaqtingiz ham, ketgan umringiz, hamma narsa tejalib qoladi-da. Meni fikrim, endi bu shaxsiy fikrim. Xullas, bu yerga hozir nima deydi, o'sha finansiy расчёtlaringiz yana qo'shaman deyapsiz, yana tikaman deyapsiz. O'zi bu yer 2 qavat, yana terrasasi ham bor, to'g'rimi? To'g'ri. Ya'niki o'sha yana tikaman deganda terrasalariga yoki yana qayerlarni nima o'zgartirish kiritmoqchisiz? Misol uchun tomoshabinlar ham bilishsin, mabodo qanaqadir tadbir yoki o'tirish yoki do'stlar bilanmi, boshqa uchrashuvlarmi, o'shalarga чтобы orientir qanaqadir bo'lsin. Nima yana bu yerda расширение и улучшениялар? Tushundim. Bizi hozir bu yoqda binomiz 4 qavat, podvalimiz bor. 1 va 2 etajlarimiz bor. Bizda birinchi etajimiz ko'proq oilaviy qilib qo'yganmiz. Oilaviy unaqa qilib oila bilan kelib, maza qilib, bolalar bilan o'tirib ketadigan joyimiz. Birinchi qavatimizda 60 ta o'ringa moslashtirilgan birinchi qavatimiz. Ikkinchi qavatimiz 120 taga mo'ljallangan. 120 ta odam qabul qila olamiz. Bu yoqda ko'ngilochar, musiqali, mana tug'ilgan kun, katta banketlar bemalol o'tkazsa bo'ladi bu yoqda. Shunga mo'ljallaganmiz. Endi terrasaga kelsak, biz hozir terrasani kutib turibmiz. Qani yana Buxoro xalqidan yana nima taklif tushadi bizda? Masalan, sal qiziqarli bizda hozir dizaynerlarimiz bor. Tepaga Gretsiya yo'nalishini beryapti. Ular mana Toshkentda ham bilsangiz, oyoq tagiga qum tashab qo'ydi-ku, kirsangiz xuddi plyajga anaqa kirasiz. Shunaqa tavsiyalar berib turibdi Toshkent, dizaynerlarimiz Toshkentdan kelgan. Ular shu Gretsiyani yo'nalishi Toshkent formatida qum solib deyapti. Mana terrasa bilan qo'shib, boshqacha Buxoro uchun ham sal yangi versiya bo'ladi degan takliflarni berib turibdi ular. Demak, bu qanaqadir o'sha nima deydi, bir ham oilaviy, ham xotin отдельно bir bola chaqadan charchagan bo'lsa, bir qanaqadir romantika, bir nima deydi, необычность, toza havoda shunaqa narsalarni hozircha proyektga kirgizganmiz. Yana kutamiz takliflar, yana nima, может bizda banketni kattaroq talab tushib qolar, takliflar, talablar. O'shanga qarab hozircha terrasani o'rganyapmiz. Nasib bo'lsa, ular ham tez kunda harakat qilyapmiz, uni ham ochamiz, terrasalarni ham. U ham xizmat qiladi xalqimizga. U yoqda ham o'zimiz 120 ta odamga mo'ljallab turibmiz tepani ham. 120 ta odam sig'adi bemalol. Zo'r. Kattaroq tug'ilgan kunlarmi, masalan, boshqacha banketlarmi, keyin mana bu open air banketlar. Может, anaqa firmalar uchun bemalol nimalar o'tkazsak bo'ladi. U yoqda tepada. Mana bayramlaringizni shu tepada o'tkazsangiz bo'ladi. Organizator ham bor bu yerda event. Shunaqa narsalarga hozir kutib turibmiz uni. Nimadir o'zgarish bo'lsa, bizda bemalol hozircha anaqa bor-da, bo'sh pozitsiyamiz bor. Uni tezda anaqa qilish mumkin. Faqat taklif kutib turibmiz hozircha. Ana muxlislarimiz, mana kelgan mijozlarimizga nima yoqadi, yana nima bozorimiz, Buxoro masalan nima talab qiladi bizdan? Shuni o'rganib chiqib, bemalol qo'ysak bo'ladi-ki. Talabga qarab. Mana shunaqa bizneslarni qilish, yana
avtomatizatsiya, tizimlashtirish, yangi biznesga yana nima deydi mana vaqtingiz bor. Aytingchi, nima deydi o'sha birozgina ichkariroq tushunsak va sizni kuningiz qanaqa o'tadi? Nimalarga qiziqasiz? O'z ustingizda qaysi taraflama ishlaysiz? Hobbi, tam интересы и вообще rutina, то есть kuningiz qanaqa o'tadi? Tushundim. Kunim endi ertalab kelib baribir ishxonadan birinchi xabar olinadi. Mana kunlik birinchi qiladigan ishimiz ishxonadan boshqa nimalardan gaplashilib ishxonalarni o'rganib chiqamiz. Hammasi joy-joyida bo'lsa, keyin ikkinchi yarmida уже suzishga qiziqaman ko'proq. Suzishni yaxshi ko'raman, basseynga. Keyin shu ot sportiga qiziqaman hozircha. O'shanga anaqa qilmoqchiman, bormoqchiman. Niyatim bor hozir. O'shani o'rganib qiziqish bor o'shanga hozir. Shunga qarab turibman. Keyin ko'proq kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Qaysi janrlar? Menga psixologiya ko'proq bu yoqda anaqa yaxshi yoqadi. Detektiv orada shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman. Demak, shuncha odamni boshqarish, sistemalashtirish bu baribir odamlarni tanib bilish va ularni salohiyatini bilib olish nima deydi, muhim rol o'ynaydi. O'sha o'sha навыки, да? Значит, o'shalarga asosiy aksent sizda berilgan biznes tomonlama. Hayotingizdagi o'sha qaysidir yomon привычкалар и nimadan siz ko'pincha afsuslanasiz? O'zingizdagi bir qaysi xislatingizdan? Men ko'proq afsuslanadigan narsam ozgina ishonuvchanligim bor. Ko'p joyda shundan afsuslanaman. Chunki bitta odam bilan ko'p naql qilib qolsam, ko'nikish hosil bo'lib qoladi odam. Ishonuvchanlik ham ko'proq oshadi. Lekin tajribada ozgina to'g'ri kelmay qoladi o'sha narsalar. Shu o'zimni yomon aqam deb o'ylayman. O'zimga qarshi ishlaydigan narsam deb o'ylaymanda ko'proq. Keyin afsus qilaman. Lekin ishonuvchanlik ko'p menda. Demak, ishchilaringiz, qo'l ostingizda ishlaydigan ishchilaringizda o'sha optingizdan kelib chiqqan holda agar gapirsak, demak siz o'sha emotsiya baribir avtomatik qo'shib ketgansiz. Shundan afsuslanasiz. Misol uchun, restoraningizda nimadir qo'shmoqchi bo'lsangiz, lekin ovqat, salatlardan emas, nimani qo'shardingiz restoranda? Misol, qaysidir dekoratsiyami yoki-da qaysidir qo'shiqchi qo'shiqchilar kelishini, что nima deydi, bu как взгляд со стороны бизнесмена, да? Nima izyuminka bir qo'sha olasiz restoranga? Restoranga men ko'proq o'zim ham boraman, atmosfera uchun ko'proq boriladi. Men o'zimning fikrim. Keyin bu narsani bir xillik ham tez yoqmay qoladi odamga. Men shuni nima qilmoqchi edimki, mana bu restoranning atmosferasini tezroq almashtirib turish, o'shanga ko'proq pul tikmoqchi edim. Mana oddiy kartinkalar bilan o'zgartirish mumkin, yana nimadir dekoratsiyalar qo'shimcha qilish mumkin. Kelgan o'sha o'zimizni mijozlarimizga ham har safar kelganda bir xillik, masalan, qanchadir muddatda endi bu ham ozgina sal muddat o'tgandan keyin bir xil nimada qolib ketishni yoqtirmayman o'zim ham. Что men 6 oydami, 1 yildami ozgina nimadir yangilik olib kirishga harakat qilaman. Shu narsani yaxshi ko'raman. Kelgan odam ana постоянно keladigan mijozlarimizga diskomfort bo'lmasligi uchun kelgan payt yana nimadir yangilik bo'lsa, ularga ham qiziqroq bo'ladi. Ko'proq shu atmosferaga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lardim men o'zim agar nima qilsam, yana pul tikmoqchi bo'lsam, lekin maqsadim ham shu. Tez almashtirib, obstanovkani chiroyli qilib, mana oddiy idishlar ham almashtirilsa, уже boshqacha naqa beriladi. Chunki yangi zamonaviy idishlar qo'yiladi, boshqacha ranglar tanlanadi. O'sha narsalarga urg'u berilsa, menimcha kelgan odamga ham komfortliroq, odamga ham qanaqadir yaxshiroq yoqadimi degan nimam bor, shunaqa. O'zim ham shunaqa borgan paytim nimadir yangilik bo'lsa, sразу sezaman, что yangilik bo'libdi bu yoqda deb, odam xursand bo'ladi. O'zim ham boradigan restoranlarim bor. Ularda ko'raman, nimadirlar o'zgarsa, уже boshqacha naqaga tushib qolasiz. Yana ham qarab, e'tibor berib, shunaqa narsasi yoqadi. Mening fikrimcha, shu atmosferalarga ko'proq e'tibor berilsa,
baribir sifat разнообразие. da разнообразие qilib bir xillikka qolib ketib shu sistema ekan deb turish ham unaqa yoqmaydi. Nimadirlar qo'shib, yana ham nimadir kirgizib beriladigan qilib, что kelgan muxlis ham, o'sha klientimiz ham qarab, maza qilib, masalan, dam olib ketsin, что bu yerga kelgandan keyin ozgina dam olib, maza qilib ketgani yaxshi. 20 yil oldingi o'zingizga nima tavsiyalarni berardingiz? Shu harakat qilish, ko'proq kitob o'qish, tajriba orttirish. Yana ham ko'proq. Yana ham, 20 yil orqaga qaytsam, ko'proq ilmga o'zimni e'tiborimni, ko'proq umrimni qaratgan bo'lardim. Ko'proq kitob o'qishga shu. Bilamiz, siz oilali, farzandlaringiz bor. Farzand tarbiyasida asosan nimalarga e'tiborli bo'lish kerak? Men qiziqaman, o'zimdan yoshi kattalarga, nima deydi, bir opitni odamlardan o'zim uchun qiziqib turaman. Menimcha bu tomoshabinlar uchun ham qiziq. Shunaqa. Men endi yosh hali bolalarim, endi baribir qiziq menga shu narsalar. Tushundim. Menimcha farzand tarbiyasida endi biz ham anaqa emas, lekin ko'proq meni fikrim farzand bilan o'rtoq bo'lib qolish kerak. U bilan yaxshi muomalada bo'lish kerak. Men o'zim farzandlarimga shaxs sifatida qarayman. Shaxs u yetilib keladigan, o'sib keladigan shaxs sifatida qarash kerak, meni fikrim. Yana yosh kattalarimiz mendan ko'proq yaxshi biladilar. U bilan yaxshi gaplashib, u bilan ichidagi dardini bilib, u hayotda xato qilayotgan bo'lsa, u sizga aytmaydi, chunki sizdan qo'rqsa, boshqa narsa qilsa, masalan, u xatolarni yoshirishga harakat qiladi. Va bu xatolar keyinchalik uje katta muammolarga aylanadi. U siz bilan o'rtoq bo'lsa, sizga kelib sirasi muammosini aytadi, u joyida yechiladi. Chunki hammamiz ham xato qilganmiz yoshligimizda, baribir bexato menimcha odam yo'q. Lekin uni ichini, dardini olish uchun u bilan do'st bo'lib qolish kerak, farzand bilan. Avvalambor tarbiya, baribir uydagi muhit, hammasi ta'sir qiladi u narsaga. Baqir-chaqir qilmasdan, urmasdan, chunki hozirgi yoshlarimiz ancha bizdan bunaqasi yaxshi gaplashishi, masalan, madaniyati bizdan oldinroqda, endi baribir ular tushuntirish osonroq. Tushuntirib, men ko'proq fikrim ota-onalarimizga endi yaxshi taklifim ham ko'proq ularga shaxs sifatida qarash kerak. O'sha katta odamga qaraganda. Necha yoshidan? Menimcha men yoshligidan, masalan, endi unaqa emas. Uni menimcha yoshi muhim bo'lmasa kerak, yana bilmadim. Bolaligidan yaxshi gapirib, chunki uni yoshligidan yaxshi gapirmadingiz, u podrastkoy payti yaxshi gapirgan payt, o'smirlik paytiga uni menimcha foydasi bo'lmay qoladi. Chunki boshidan tushuntirib, vaziyatni ko'rsatib, gaplashib, unga anaqa qilsangiz, menimcha yaxshiroq unaqa bir natija beradi deb o'ylayman. Chet elga chiqishga qanaqa qaraysiz? Qanchalik yilda, misol uchun, necha marta chet elga chiqib turasiz? Men chet elga chiqishni yaxshi tomonlarini ko'proq ko'raman. Chunki mana bu biz qani samolyotga o'tirganingizdan keyin xuddi vaqt mashinasiga o'tirganday bo'lasizda. Biznesmen odamda u yoqqa samolyotda uchib borib, u yoqdan ancha bizneslar olib kelish variant anaqasi borda, bemalol. Sayohat qilishni o'zim yaxshi ko'raman. Bunaqa biznes sifatida ham, dam olish sifatida. Eng yoqtirgan davlatingiz O'zbekistondan tashqari? Men eng yoqtirgan davlatim endi oilaviy borsak, bizga Antaliya yoqadi, Istanbul, shu Turkiyadagi Antaliya. Oilaviyga yaxshi anaqa oilaviy. O'zingizgacha bir o'zim borishim bo'yicha men to'g'risi Yevropa davlatlari yoqadi. Ko'proq u yoqda faktlar ko'proq. Masalan, rivojlanish ko'p, o'sish yaxshi. Xitoy davlatiga ko'p borganman. Xitoyda ham ancha rivojlanish, u yoqda ko'p narsa o'rgansak bo'ladi. Ko'p, masalan, ochilmagan sohalarimiz bor. Bemalol o'rganib kelib, u yoqdan bu yoqqa o'zimizning xalqimizga ishlatsak bo'ladi. Mana ishlab chiqarishlar bo'yicha ham, hammasi narsa bo'yicha ular ancha yetakchida, bizda ancha oldinda ular rivojlanish bo'yicha. Chunki ularni ko'proq sayohat ham, bizda ham biznes, ham sayohat bo'ladi, dam olish ham bo'ladi orasida. O'shanga ko'proq bizneslar bo'yicha Xitoyga ko'proq boraman men o'zim. Yevropa niyatim bor. Yaqin orada nasib bo'lsa Yevropaga chiqish. Yevropani ham anaqa ichki bozorlarni o'rganib, mana bu o'zimizni kiyim-kechak sohasi bo'yicha ular bilan nasib bo'lsa kattaroq shartnomalar qilib, Yevropa bilan ishlamoqchi biz.
Hozir faqat Moskva, Qozog'iston bilan ishlab turibmiz. U yoqdan ham talab bo'lib turibdi hozircha. Qaysi davlat? Bizga ko'proq Polsha qiziqib turibdi. Polshaga anaqa qilamiz. Hozir o'sha Polsha bozori ochiq. Polshaga hozircha bizda tomon O'zbekiston bilan yaxshi anaqa aloqalari yaxshi. Shunga Polshaga bir harakat qilib ko'rmoqchimiz, o'zimiz brendimizni olib kirib, keyin u yoqlarda mana o'sha oshxonalar boshqacha, tizim boshqacha, ularni ham yana bu brendga ham qaytamizda, orada buni ham birgalikda ko'rib, yana ham yangiliklar olib kelishga harakat qilamiz. Mana shu ziyofat brendimizga ham yangicha talqinlar, yangicha yana bir nima deydi, Yevropalarda malakalar oshirib, yana nimadir yangiliklar olib kirishga harakat qilamiz. Farzandlaringizni Yevropada o'qitirmidingiz yoki yo'qmi? O'qitsa bo'ladi. Endi qanaqadir nazorat ostida deb o'ylayman. Qanaqadir nazorat ostida o'qisa yaxshi. Yaxshi, o'zimizga mana Yevropalarga o'qib kelib qancha odam ishlayapti. O'zimizning xalqimizga foydasi tegsa xursand bo'lamiz. U yoqda ancha katta malaka oshirib, u yoqlarda qancha yetuk mutaxassis bo'lib kelib, mana shu xalqimizga qancha foydasi tegsa, bizga ham shuncha yaxshi bo'ladi. Niyatimiz ham shunaqa. Farzandlarimizni malaka oshirib, o'sha katta davlatlarda o'qib kelib, mana shu O'zbekiston xalqiga xizmat qilsa, bizning yutug'imiz shu xalq uchun mana o'zini bir nimasini ko'rsatsa, biz uchun katta yutuq bo'ladi. Bir nima deydi, bir podkastimizni yakunlashdan oldin bir narsa, endi nima deydi, bir shuncha bizani ko'radigan auditoriyaga nima sovg'a bera olamiz? Например, eng zo'r kommentariy yozadimi yoki-da o'sha kommentariyasi eng ko'p like agar yig'sa, misol uchun nima sovg'a bera olasiz? Shu yaxshi kommentariy yozganga, demak, bizga kelsalar, ikkita odam, xoh oilalari bilan, xoh o'rtoqlari bilan kelsalar, kishi yaxshi kommentariy yozgan odamimiz, mayli ziyofat restoran nomidan bitta ziyofat, bitta ziyofat qilib beramiz, shunaqa. Demak, bizani baribir ham asosan yoshlar kuzatib boradi. Bitta o'sha yoshlarga tilagingiz va shu bilan podkastimizni yakunlaymiz. Sizni ham vaqtingiz baribir chegaralangan. Xo'p. Yoshlarimizga nima deyman? Hozir zamonimiz zo'r, hamma narsa rivojlangan. Ko'proq shu o'qish, ko'proq kitobga, keyin ko'proq shu xalqimiz uchun foydasi tegadigan bir ishlarni qilsak, yanada o'zbek nimamiz yana ham ko'tarilsa, shu orzuyimiz shu hammamiz, menimcha. Shu o'zimizni o'zbek yoshlarini ko'rsak, chet ellarda ham odam havasi keladi-da. Yaxshi institutlarda o'qiydi, yaxshi anaqalar IT sohalarida, boshqa sohalarda odam ich-ichidan xursand bo'ladi. Yana ham shunaqa yoshlarimiz ko'paysa, yoshlarimizga maslahatim shu hozirgi vaziyatdan, zamondan foydalanib qolib, yaxshi nufuzli, yaxshi institutlarga shu O'zbekiston nomini ko'taradigan, O'zbekistonga foydasi tegadigan shaxs bo'lib yetishlarini tilab qolardim. Hammaga bu sohalarda omad bersin. Yoshlarimiz hammasi, chunki hamma narsamiz yetarli. Shu narsani aytmoqchi bo'lardim. Ko'proq o'qish, harakat, shu O'zbekistonni yutuqlarini, hamma narsasini dunyoga tanitish. Shu narsani xohlagan bo'lardim. O'qish va yuksalish. Yuksalish, shuni xohlagan bo'lardim. Yoshlarimizdan shuni so'rab qolardim. Shu narsalarga e'tibor bersak, birlashsak zo'r, hamma narsa zo'r bo'ladi. Shuncha kelib, nima deydi, endi biza bu yerga keldik, baribir ham vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Rahmat Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga.